Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 12-oyning 15-kuni chorshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy sohibxonlik qilmoqchi bo'layotgan Beijing qishliq olimpik musobaqasi yaqinlayotganda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tibet, Mo'ng'ul, Hong Kong, Tayvan tashkilotlarini o'z ichiga olgan 250 dan ko'proq puhraviy tashkilotlar birlashma maktub tayyorlab, Yevropa ittifoqiga yo'lladi hamda Yevropa ittifoqining Beijing olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishini talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va Tibet, Mo'ng'ul, Hong Kong tashkilotlarining asosli mas'ullarining birlashma imzosi bilan hozirlangan mazkur maktub Yevropa ittifoqining 3 yilda bir echiladigan boshliqlar yig'ini harpisida ularga topshirilgan. Mazkur ochiq maktubda 9 dekabr kuni mustaqil xarakterdagi Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoy hukumati navbatda g'arazlik holda sistemalik shakl olgan irqiy qirg'inchilikni ijro qilyotdi degan mazmunda sud hukmi chiqarganligi alohida eskartilgan. Shuningdek, mushunda qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bir davlatning olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilmaslik hamda uningga qatnashish mohiyatda ashu qirg'inchilik va zulmga sherik bo'lganligi barobar deb ko'rsatilgan. Ochiq maktubda yana 1 million Tibet o'smirining Xitoy hukumati ta'sis qilgan yotoqlik maktablarga yig'ib ilinganligi, Hong Kongdagi demokratiya namoyishlariga ishtirok qilgan faoliyatchilarning qamoqqa hukm qilinishi qatorliq ahvollarni alohida tilga ilingan. Shuningdek, Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya qatorliq allarning olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilganligi. Bundaq ahvolda Yevropa ittifoqining bu musobaqani birlashma shaklda diplomatik boykot qilishi tarixning to'g'ri tarafini tanlash bo'ladiganligi alohida ta'kidlangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va qurultay tarkibidagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida Argentina sudiga arznoma sunishga hozirlanmoqda. Xitoy sohibxonlik qilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasi 2022 yil 4 fevral kuni boshlanadigan bo'lib, shu kunning o'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyi va qurultay tarkibidagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi arzi Argentina sudida rasmiy qarab chiqiladi ekan. Washington Post gazetining 13 dekabrdagi xabarida aytilishicha, angliyalik advokat Michael Polak yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotiga vakolatan universal boshqarish tavalligi jinoiy ishlar arzini tayyorlamoqda ekan. U bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, bizning Argentina sudida qilmoqchi bo'lganimiz adolatga qarab tashlangan bir qadam degan. Xabarda aytilishicha, Argentina tava bo'lgan xalqaro qonun tavalligi bo'yicha Argentina sudi qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyatlarga o'xshash qilmishlarga sud echish imtiyoziga ega ekan. Michael Polakning tushuntirishicha, navbatda Sharq Turkistonda qirg'inchilik bo'layotganligi haqida ko'plagan ma'lumotlar mavjud. Ya'ni kelib Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi kishilik huquqning bekmo eg'ir dafsanda bo'layotganligi fosh qilingan maxsus doklati yaqinda e'lon qilindi ekan. Bundaq ahvolda kishilik huquq va boshqa haqlarning buncha eg'ir oyoq osti bo'lishini xalqaro qonun sudlarining xohlagan bir tavallik rayonida sudlash butunlay qonuniy tartibga uyg'un bo'lib, bu tavallik uchun Argentina sudining tanlanishi eng amaliy bir tanlash hisoblanadi ekan. Chunki Argentina sudi oldingi oyda Bermudagi Rohingya musulmonlarining qirg'inchilikka duchor bo'lishi haqidagi arzni qabul qilgan bo'lib, bu jihatda xeyli yaxshi xizmat rekordi yaratgan ekan. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining 14 dekabr kuni bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, birinchi qadamda arznoma sudga topshirildi ekan. Bosh sudchi shu arznomaga asosan boshqa taftishlar bilan bu vaqtda delo turg'izish haqida qaror chiqaradi ekan. Delo turg'izish haqida qaror ilingandan keyin sudning taftish va tekshirish bosqichi boshlanadi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bo'lsa qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqidagi dalil isbotlarni sudga topshiradi ekan. Navoda bu bosqichlar o'ngishli ishga asos sudchi Uyg'ur qirg'inchiligiga javobgar bo'luvchi asosli shaxslarni qo'lga elish buyrug'i chiqaradi ekan. Texmi muhimi bu bir tarixiy voqea bo'lib, Uyg'urlarga qarshi zulmning tunji qitim sud qilinishi bo'lib qoladi ekan. Argentina sudidagi bo'g'isi faoliyatlar haqida so'ralganda Michael Polak meningcha Uyg'urlarning o'z fojialari haqida Argentina sudida guvohlik berishi zo'r ahamiyatga ega. Ya'ni kelib bu sud o'z oldiga qo'lga elish buyrug'i tarqata oladi hamda bu kishilarni qo'lga ola oladi degan. Ammo Xitoy hukumatining yaqinda biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qandaqdir atalmish Xinjiang doklati chiqarishiga qat'iy qarshi turamiz deb ifoda bildirganligini alohida eskartgan Michael Apandi, Xitoy hukumatining Argentinadagi bu sudga qarshi chiqishini, shuningdek Argentina hukumatiga besim ishlatishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Navoda shundoq bo'lib qolsa, ular darhol norozilik arzi sunmoqchi ekan.
Uyghur Sud kollegiyasining raisi Jifrinays Apandi Erkin Asiya radiosi Uyghur bölümünün müdiri doktor Alim Setov Apandining maxsus ziyoratini qabul qilib, Uyghur Sud kollegiyasining o'zi to'plagan bütün dalil isbotlarni xalqaro organlarning foydalanishiga sunishga hozir ekanligini bildirdi. Suhbat jarayonida Jifrinays Apandi doktor Alim Setov Apandining kelgusida xalqaro jinoiy ishlar sudi va yoki xalqaro adliya sudi Xitoy hukumati yoki Uyg'ur qirg'inchiligiga javobgar bo'lgan Xitoy doiralarini sudga tassa, Uyg'ur sudi shularni sizlar to'plab olgan dalil isbotlarning hammasi bilan ta'minlamsizlar. Guvohlik berishni xohlamsizlar degan savoliga javob berib mundaq dedi. Albatta biz dalil isbot bilan ta'minlashga tayyormiz. Biz allaqachon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining o'zining dokladini tayyorlash bilan bir qadam ilgarilab mengish niyatining borligini bilamiz va biz ularga materiallarimizdan foydalana oladiganligini aytdik. Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz. Amaliyotda bizda bor bo'lgan dalil isbot, biz to'plab olgan barcha dalil isbotlar hammasi ochiq oshkora. Butkul arxivimizni balki ommaga e'lon qilishimiz mumkin. Bu kichik ish emas. Shundaqla buningga ma'lum mablag' ketadi. Mablag'imiz yo'q. Albatta shunga bizda 100 minglagan betlik materiallarni arxivlashtirishga tirishishimiz kerak. Ammo bizning bu materiallarni boshqalar ishlatkili bo'ladigan qilib qo'yish niyatimiz bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 9-dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotdi deb hukm chiqargan. Uyg'ur sud kollegiyasining 63 betlik hukmnomasida yana Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qarata o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping, atalmish Uyg'ur Avtonom Rayonlik partikumining sekretari Chin Jongu qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirilgan edi. Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini ovozga qo'yish bosqichi oxirlashgan bo'lib, Amerika Kengash palatasi va Ovom palatasi birdek mutlaq ustun ovoz bilan uni ma'qullagan edi. Bu qonun loyihasining qonunga aylanishidagi yana bir muhim qadam ikki palata a'zolarining buni muzokara qilish bosqichi jiddiy davom qilayotgan bo'lib, bu jarayonda ikki tarafning bu vaqtdagi fikrlari kengash orqali bir yerga jam qilindi ekan. 14-dekabr kuni Ovom palata a'zosi Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raislaridan James McCorn apandi o'zining Twitter betida uchur yo'llab, shuni xo'shallik bilan ma'lum qilamanki, Marco Rubio apandi bilan ikkimiz Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasining oxirgi nusxasida fikr birligi hosil qildik. Biz yaqinda buni prezident Baydenning ustiliga qo'yamiz degan. Amerikaning qonun chiqarish tartibi bo'yicha mazkur qonun loyihasining Ovom palatasi ma'qullagan nusxasi Amerika Davlat xavfsizligi ministrligidan Uyg'urlarni bostirishga javobgar bo'lgan muassasalarning tizimligini turg'izib chiqishni talab qiladi ekan. Qonun loyihasi ikki palataning oxirgi muzokara bosqichidan o'tib fikr ixtiloflari tugagandan keyin Amerika prezidentiga yo'llanadi ekan hamda uning imzo qo'yishi bilan qonunga aylanadi ekan. Muhojiratga Uyg'urlar bo'lsa buning pat orada amalga oshishini taqozolik bilan kutmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, Amerikadagi alga to'nilgan Uyg'ur olimi doktor Rashad Abbos apandim Uyg'ur akademiyasining 11-dekabr shanba kuni o'tkazilgan umumiy yig'inida Uyg'ur akademiyasi markaziy komitetining raisligiga saylandi. 11-dekabr Uyg'ur akademiyasi o'zining har qaysi alladagi ilmiy xodimlari va mas'ul kishilarining qatnashi bilan to'g'ri yig'ini o'tkazgan. Bu yig'inga Uyg'ur akademiyasining Turkiya, Amerika, Yevropa allari, Avstraliya, Kanada va Yaponiya qatorliq davlatlardagi asosli xodimlari, Uyg'ur akademiyasining har qaysi davlatlardagi sho'ba organlarining rais va muavin raislari, bosh kotiblari, Qutatqo'bilik instituti, Xitoyni tadqiq qilish instituti va ona til komitetining mas'ullari bo'lib 30 atrofida kishi qatnashgan. Yig'inda har qaysi allarda qurilgan Uyg'ur akademiyalarga yetakchilik qiladigan bir markaziy komitet va uning raisi saylab chiqilgan edi. Uyg'ur akademiyasi markaziy komitetiga yangidan rais bo'lib saylangan doktor Rashad Abbos apandi bu munosabat bilan matbuotlarga yo'llagan yozma bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Biz bu yangi davrda oldi bilan har qaysi davlatlarda qurilgan Uyg'ur akademiyalarining o'zaro hamkorligini texmo kuchaytirib, o'rtaq tadqiqot turlarini birga ishlash orqali akademiyaning Sharq Turkiston milliy kurashidagi rolini texmo joriy qildirishni maqsad qilyapmiz. Buning tipik misoli sifatida Londonda qurilgan mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasiga har qaysi davlatlardagi akademiya a'zolari sudga kerakli materiallarni tayyorlash, tarjima qilish va tahrirlashda ko'p tirishchanliklarni ko'rsatganligini alohida tilga ilishga bo'ladi. Buningdan boshqa yana Uyg'ur akademiyasiga texnicha a'zo bo'lmagan har qaysi davlatlardagi Uyg'ur tadqiqotchilari va mutaxassislarni a'zolikqa qabul qilish orqali Sharq Turkiston milliy kurashiga aktiv qatnashadigan ziyolilar qo'shinini zo'raytishni, shundaqla Uyg'urlar uchun kelgusi yaramliq izbosarlarni tarbiyalab chiqishni plan qilyapmiz.
Uyg'ur Akademiyasi vaqfining raisi doktor Farhod Qurbon Tangritog'li Uyg'ur Akademiyasining eng muhim planining Mahmud Qashqari universiteti qurish ekanligini, o'zlarining bu vaqtda jiddiy izdenish ilib berayotganligini bildirdi. Abdulhamid Qaraxon Uyg'ur Akademiyasi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Türkiyədəki Uyğur Akademiyası, yəni Uyğur Akademiyası vaqfining raisi doktor Farhod Qurbon Tangritog'li və başqa hay'atlarning yetakchiligida Türkiyədəki Uyğur ziyolilar və oliy maktab o'quvchilarining milliy kurashimizga aktiv jonliqni qo'zg'ash, Türkiyədəki siyosiy shaxslar, davlat amaldorlari və hər sohadagi sarxil turklarning Sharq Turkiston milliy kurashini qo'llashini qo'lga keltirish, shundaqla yoshlarni tarbiyalash qatorliq bir qator amaliy xizmatlarni davomlashtirmoqchi bo'layotamiz. Uyg'ur Akademiyasi Markaziy komitetining bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon apandi Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Uyg'ur Akademiyasining qurilish tarixi haqida izohat berib mundaq dedi. Uyg'ur Akademiyasi Turkiyadagi Uyg'ur ziyolilarining tirishchanligi bilan 2009-yili 9-sentyabrda qurilgan. Muhojiratda Uyg'ur ziyolilar va o'quvchilar uchun bir yangi umid manbasi bo'lgan edi. Uyg'ur Akademiyasining 2017-yilgacha bo'lgan 8 yillik amaliy xizmatlari muhojiratdagi ziyolilar va o'quvchilar ichida belgilik ta'sir qo'zg'agan edi. Shunga biz 2017-yili Uyg'ur Akademiyasining ta'sirini Turkiyadan boshqa davlatlarga kengaytirishni plan qilgan edik. Mushu plan bo'yicha Turkiyadan boshqa yana Amerika, Yevropa davlatlari, Avstraliya, O'rta Osiyo ellari, Kanada va Yaponiyada ilgari keyin bo'lib, Uyg'ur akademiyalari orqa-orqadan qurildi. Hozirgacha jami 7 davlat va qit'ada Uyg'ur akademiyalari qurildi. Buningdan boshqa Uyg'ur Akademiyasi yana tarkibida Xitoy tadqiqoti instituti, Qutatqubilik instituti va ona til komitetlari qurildi. Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy bostirish va zo'r tutqun qilish hodisasini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishda va Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi bu vaqtda hukm chiqarishda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qirg'inchilik haqidagi ta'birlarining biri bo'lgan ma'lum milliy turkumning nopusini g'arazlik holda cheklash, har xil vositalar orqali tug'ut nisbatini tuvallatish degan moddalarni asos qilganligi ma'lum. Yaqinda Xitoy hukumatı o'zlarini bu jihatda oqlash uchun turli shakllar orqali Uyg'ur nopusining o'tgan 20 yilda muqim nisbatda ko'payganligini tashviq qilishga boshlagan. Xitoy hukumatı boshqarishidagi Xinhua agentligining 12 dekabrdagi xabarida aytilishicha, o'tgan 70 yil mobaynida Uyg'urlarning nopusi izchil va muqim ko'paygan. Ularning bu vaqtdagi bayonotida o'tgan 10 yil ichida Xinjiang nopusining ko'payish sur'ati mamlakat bo'yicha 4-o'rinda. Nopus sonining oshishi mamlakat bo'yicha 8-o'rinda bo'lib keldi deyilgan. Shundaqla bu sonning Xitoy tavasidagi boshqa oz sonliq millatlarning ko'payish nisbatidan yuqori ekanligi alohida pesh qilingan. Xabarda yana Uyg'urlarning nopusi haqida to'xtalib mundaq deyilgan. Yangi asrga qadam qo'ygandan buyon Uyg'urlarning nopusi 2000-yildagi 8.345.600 kishidan 2020-yildagi 11.624.300 kishiga ko'paygan. Uyg'urlar nopusining yillik o'rtacha ish nisbati 1.67% bo'lib, o'xshash mezgildagi mamlakat bo'yicha oz sonliq millatlar nopusining yillik o'rtacha ish nisbati bo'lgan 0.83%lik saviyadan xilili yuqori bo'lgan. Holbuki Sharq Turkistondagi nopusining ko'payish ahvolini sistemalik tadqiq qilgan lagershunos olimlardan doktor Adran Ziniz apandi Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlari asosida o'tgan 5 yil ichida Xitoy hukumatining turli tibbiy vositalar orqali Uyg'urlarning ko'payish nisbatini 50% ga yaqin cheklaganligini, kelgusi 20 yil ichida oz degandimi 5 millionga yaqin Uyg'ur nopusining kemaydiganligini paketlik qilib o'tirg'i qo'ygan edi. Angliyadagi Uyg'ur sud kollegiyasi ko'p taraflama paketlarni to'plash orqali Uyg'ur nopusining o'tgan 10 yil ichida zo'r darajada kemayganligini sud hukmida alohida tilga olgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundik. Keyin qaytmoq programmamiz ko'rishaydi. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr, xo'sh.